Akalar, sizlar uchun atiga $4190 bitta Spark puliga, eski Spark puliga epga kelib oldi. Paytida $15 ming, $40 ham bo'lgan hozirga bu. To'ppa to'g'ri. Hozir $40 10 ta beradi. 10 ta beradi. To'ppa to'g'ri. 2011-yil injektor metanda 2 li chugunli motor, zo'r motori, balonlari ham chiroyli holatda bo'lib turibdi. Ichki holatlari ichlari ham chiroyli holatda. Bitta Matiz'ning Nexia'ni puliga Epica. O, kraska holatichi hozirga. Kraskasi atbatlarda bor, lekin oldi orqasi butun. Metani bor. Dokument balonlari yaxshi, dokumentda muammo yo'q. Xohlasa generalniy dokument davrini qilishadi, xohlasa oxirini qilishadi. Notarius pul sanashaveradi. Holati yaxshi, kraskalari atbatlarda bor, lekin ichiga o'tmagan butun narsa. 490 ming yurgan dedingizmi? 490 ming yurgan. Voy, mana shu arzon narxda qaranglar, atiga sizlar uchun mana shunaqa arzon mashinalar chiqarsa davom etamiz. Albatta buning uchun sizlar like bosib, obuna bo'lishni unutmaymiz. Akamning kanallariga ham o'tib, obuna bo'lib qo'yasizlar.